Mana azizlar, jarayonlarni ham boshlab oldik. Xudo xolasa. Bunimiz mana EcoFlat bo'ladi. LifeFlat degani bor, bu EcoFlat degani bu. Ko'p turgan EcoFlat. Bu nima? EcoFlatmi, LifeFlatmi? LifeFlat'i mana anaqasi yumshoq bo'ladi. Bukiluvchanligi yuqori bo'ladi. Keyin ham yuqori bosimga chidamli ekan LifeFlat. 4,5 bar dotida, 4,5 bar LifeFlat. Bu EcoFlat bo'lsa 3 bar. Bosim 3 bar ekan. Qisqasi bu sal turbaga o'xshagan, qattiqroq. EcoFlatga o'xshab yumshoq emas. Ham uzoq muddat ishlab berish yili sal kamroq ekan. Bunga shu zavod 3 yil garantiya berdi. 3 yil dedi, 3 yil ishlatasiz. Endi qani ko'ramiz, xudo xolasa. Sifati lekin menimcha yaxshiga o'xshayapti. Xudo xolasa ko'ramiz. Mana shunaqa bo'lar ekan. Xo'sh, 75 talik. Ichlari qora, usti ko'k. Ichiga qora. Oldingi nimamiz mana 40 talik anaqamiz. Buni o'rniga mashina qo'yamiz, xudo xolasa. Keyin yangi yerlarimizga. Hozir biz 80 sotik buni o'rnatamiz. Lutchi o'zi 100 talik tortgan yaxshi ekan. Mayli, endi sotib olib qo'ydik, anaqa qildik. Bu ham bo'laveradi. Hatta 100 talik bo'lsa yana ham yaxshi ekan.